Alloh taolaning biror ism sifatini vazifa qilib zikr qilishning hukmi. Savol. Assalomu alaykum ustoz. Zikrning ta'rifi nima? Alloh taolaning ism sifatlaridan ma'lum birisini o'ziga vazifa qilib zikr qilishning hukmi qandoq bo'ladi? Javob. Va alaykum assalom va rahmatullohi va barakatuh. Barliq hamd sanolar Janobi Allohga bo'lsin. Durud va salomlar payg'ambarimizga, u zotning ali tavobatlariga, ashablariga va u zotga toki qiyomatgacha ergashganlariga bo'lsin. Bu savol ikki masalani o'z ichiga olgan. Biri Alloh taolaning biror ism sifatini zikr qilishning hukmi, yana biri son belgilanmagan ma'lum zikrni o'ziga kundalik vazifa qilib olish. Birinchi masalaga kelsak, zikr arabcha bir narsani saqlamoq, tilga olmoq, unutib qolmay asli tutmoq va yodiga keltirmak degan ma'nolarda bo'lib, shariat istilohida bandaning Alloh taolani dilida yoki tilida ulug'lab aslashidan iborat. Bu Allohni dilda, tilda, namozda, tilovatda, tasbihda, tilakda va madhiya sanoda ulug'lab aslash bilan bo'ladi. Zikr ibodatlarning eng kattasi bo'lib, nurg'unlagan oyat va hadislar uningga buyurgan va uning katta fazilatini bayon qilgan. Shundaqla turli ibodatlarda va ahvollarda zikr qilishni yo'lga qo'ygan. Allohni zikr qilishning turi va iboralari intayin ko'p bo'lib, ba'zilari Qur'on hadisda kelgan bo'lsa, ba'zilari sahobalardan, tabiinlardan va solihlardan kelgandir. Umum ma'nodan aytganda, Allohni qaysi bir tariqada, qaysi bir usulda, qaysi bir holatda ulug'lab zikr qilsa bo'ladi. Buningda ma'lum zamon, makon, son va holat degandek cheklama yo'q. Chunki nurg'un oyat hadislar hech qanday cheklama qo'ymasdan mutlaq zikrga buyurgandir. Faqat namozda cheklangan vaqtlar bo'ladi. Banda ko'ngli qaridab g'aflatda qolmaslik uchun har doim zikr qilib turishi lozim. Alloh taolaning Alloh, Al-Hayy, Al-Latif degandek biror ism sifatini takrorlab zikr qilish Imom G'azali, Imom Faxri Razi va Hafiz Ibn Rajab qatorliq ko'pchilik olimlarning nazarida joiz. Chunki bu tilda va dilda yod etishdan iborat zikr doirasiga kiradi. Buni cheklagan ahvol yo'q. Aksicha Alloh taolo meni yod etinglarki, men sizlarni yod etay. Menga shukr qilinglar, noshukrlik qilmanglar. Baqara surasi 152-oyat. Yana unutib qolsang Parvardigoringni tilga olgin. Kahf surasi 24-oyat. Yana bir oyatda atigan oqshomda Parvardigoringning nomini yod qilgin. Inson surasi 25-oyat. Va yana bir oyatda Parvardigoringning nomini yod etgin. İbadetingda onunğa to'liq yuzlangin. Muzammil surasi 8-oyat. Degandek nurg'un oyatlarda mutlaq zikrga buyurgan. Hadis shariflarda shundoq. Yana Qur'onda muhaqqaqki sizlar uchun Rasululloh albatta go'zal ulgudir. Allohni oxirat kunini umid qilgan va Allohni ko'p yod etganlar uchun. Ahzab surasi 21-oyat. Yana bir oyatda Allohni ko'p zikr qilguvchi erlar va ayollarga Alloh mag'firat va katta savob tayyorladi. Ahzab surasi 35-oyat. Yana bir oyatda bo'lsa, ey mu'minlar, Allohni ko'p yod etinglar. Ahzab surasi 41-oyat. Va yana Parvardigoringni yelingan va uningdan qo'rqgan holda ichingda yod etgin. Adiganda oqshomda uni past ovozda zikr qilgan. G'ofillardan bo'lmagan. Araf surasi 205-oyat. Degandek oyatlarda zikrni ko'p qilishga amr bor. Lekin namoz va tilovatga o'xshagan ba'zi jismoniy zikrlarni davomli ko'p qilish mumkin bo'lmaydi. Shunga tilda, dilida Allohni zikr qilish va hamd aytish ishlayotganda, mengayotganda, g'izolanayotganda yoki savdo-sotiq qilayotganda, uyga va hojatxonaga kirganda, chiqqanda umuman hamma ahvolda qulay bo'ladi. Ko'p qilishga buyurishning sababi dal shu. Buni oyatmi shuni ko'rsatadi. Ular o'ri turgandimi, o'ltirgandimi, yotgandimi Allohni aslab turdi. Osmonlarning va zaminning yaratilishi to'g'risida fikr yurgizdi. Ular aytdi: Parvardigorimiz, buni o'rinsiz yaratmading. Sen pok tursan, bizni do'zax azobidan saqlagin. Al-Imron surasi 191-oyat. Ko'p zikr qilish haqida payg'ambar sallallohu alayhi va sallam haqiqatan Alloh azza va jalla bandam meni zikr qilib tursa va mening ismim bilan uning ikkilivi harakatlanib tursa, men bandam bilanman deydi degan. Boshqa ibora qatmay, ism sifat bilan zikr qilish xususida ayrim hadislarga kelgan. Masalan, payg'ambar sallallohu alayhi va sallam zaminda Alloh taolo deyilmaydigan bo'lmoqcha qiyomat qoyim bo'lmaydi degan. Yana bir rivoyatda
qiyomat Allah Allah deydigan birisi bor bo'lsa qoyim bo'lmaydi degan. Bu hadisda Allah kalimasi takrorlangan bo'lib, bu shu ulug' ismning o'zini takrorlab zikr qilib turadigan holat qolmaydiganligi ko'zda tutilganligining aniq isbotidir. Takrorlanmagan bo'lsa edi, uningdan ziminda Allohga iymon keltirilgan biror kishining qolmaydiganligi ko'zda tutilgan bo'ladi. Takrorlangandan keyin u ehtimolliq bo'lmaydi. Bilal roziyallohu anhuni mushrik qiynaganda ahad ahad birdur deganligi ba'zi rivoyatlarda Allah Allah deganligi kelgan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning uni cheklaganligi rivoyat qilinmagan. Ibn Hishamning bayon qilishicha, musulmonlarning Badr g'azotidagi shuari Allah Allah edi. Keyin bu ikki voqelik Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam zamonida yuz bergandir. To'g'ri bo'lmasa edi, uni cheklagan bo'ladi. İmam Abu Hanifa, İmam Tahaviy qatorliq ko'plagan muhaqqiq ulamolar va arif zotlar ismi azam Allohning eng buyuk ismi Allohdir degan. Allah ismining ismi azam to'g'riliq kelgan jami' hadislarda kelishi, shundaqla Qur'onda 2697 qatim takrorlanishi bu qarashni kuchlantirdi. Arab tilida boshqa tillarda bo'lganidek chaqirishda ya Allah, ey Allohdagi i harfi tushib qoladigan ahvollar ko'p. Shunga Allah deyishning o'zi Allohdan madad tilashni, ulug'lashni bildirdi. Allohning biror ismi sifatini tilga ilish o'z oldiga bir zikr bo'lib, Alloh taologa insonlarga xitob qilgandek cho'qim biror to'liq jumla bilan xitob qilish kerak emas. Allah Al-Hay degandek ism sifatlarning o'zila eng to'liq va mukammal ma'nolarni, balki eng ulug' va muqaddas ma'nolarni ifodalaydi. Janobi Allah boshqa biror narsaga muhtoj bo'lmaganidek, ismimi boshqa so'zga muhtoj emas. Banda Allah desa aslash ifodalanadi va ulug'lash vujudga chiqadi. Yana kelib, Allah bandalarning ko'nglidagilarni bilguchi, ko'rib turuvchidir. Shunlashqa to'liq jumla boshqa bir insonga maqsadni uqtirishda shart qilinsa-mu, zikr uchun shart qilinmaydi. Chunki zikr qilguvchi zikrdan o'zi foydalanadi. Zikrda inson birziga xitob qilish maqsadini uqtirishga ehtiyoji yo'q. Shunga inson Allohni ichida aslasa-mu, boshqalar oldida aslasa-mu, aslash vujudga chiqadi. Hadis qudusiyda Alloh taolo deydi-ki, bandam meni qandoq o'ylasa, men uning uchun shundoq bo'laman. Agar meni bir jamoat ichida aslasa, menmi uni uningdan yaxshiroq bir jamoat ichida aslayman. U menga bir g'arich yaqinlashsa, men uningga bir gaz yaqinlashaman. Agar u menga bir gaz yaqinlashsa, men uningga bir g'ulach yaqinlashaman. U menga mengib kelsa, men uningga yugurib boraman. Shundaqdami zikr qilguvchi Allah deganda Rabbim yoki ulug' yoki ahad degandek bir kalimani ko'ngliga pukib desa, Allah kalimasi to'liq jumla bo'ladi. Demak, butun kamolat egasi bo'lgan yaratquchi zotning ismini atash, dilda aslash zikrdir. Ataqli hadis-sunas Hafiz ibn Rajab al-Hanbali so'yguchining qalbidan mahbubining ismini nari ketmaydi. Uni unutib ket desimi unutolmaydi. Uni tilaga olma deyilsa chidab turolmaydi degan. Bir qism olimlar bu xil zikrni, ya'ni Allohning biror ismi sifatini takrorlab zikr qilishni dinimizda yo'lga qo'yilmagan ish, bid'at deb qaragan. İmam İbn Taymiye rahimahullah bu vaqtda Allohning biror ismi aniq ism yoki almash holatida to'liq kalom yoki to'liq jumlami emas. Bu bir kalima bilan iymon yoki kufr, amr yoki cheklama ifodalanmaydi. Ummatning salaflaridan bir kim bundoq zikr qilishni demagan. Payg'ambar sallallohu alayhi vasallam uni yo'lga qo'ymagan degan. İmam İbnul Qayyim rahimahullah bu vaqtda aslida yo'lga qo'yilmagan biror ism sifatini takrorlab zikr qilish biror mazmunni ifodalamaydi. Uni kalom degilimi bo'lmaydi. U madhiya yoki ulug'lashni bildirmaydi degan. Bu imomlar yuqorqi qarashdagilarning dalillariga raddiya bergan va ko'pchilikning yuqorqi dalillarimi bu imomlarning yo'lga qo'yilmagan va biror to'liq ma'no ifodalamaydi degan dalillariga raddiya bo'lgan. Shayx Said Havva kimki Allah desa, Allah azza va jallani zikr qilgan va Qur'ondagi Parvardigorning nomini yod etgan. Muzammil surasi 8-oyat tiki amrni vujudga chiqargan bo'ladi. Chunki Rabbimizning nomi Allah bo'lg'achqa, uni zikr qilgan kishi shaksiz holda Allohni zikr qilgan bo'ladi. Buningga unamagan kishi xatolashquchidir deydi. Shayx Ali Mahfur Allohning ismini zikr qilish shar'an cheklanmaydi. Chunki Alloh va Rasulidan uning makruh yoki haromligini ko'rsatadigan cheklama kelmagan deydi. Ikkinchi masala.
Bandaning atigan oqshom va kecha degandek ma'lum chog'larda namoz, tilovat, zikr, duo kabi kundalik virdilarni qo'ldan bermasligi bo'lsa, bu payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning va qadimdan to bugunga qadar o'tgan solihlarning sunnatidir. Oysha radhiyallohu anhamu man Qur'ondan kundalik o'qiydigan virdimni karvotda yetibmi o'qiyveraman degan. Wird arabcha suv bo'yga yoki bir joyga kelmak, suv o'lishi degan ma'nolarda bo'lib, shariat istilohida banda o'ziga har kuni yoki kechasi yoki ma'lum vaqtlarda vazifa qilib olgan Qur'on tilovati, zikr va namozga o'xshagan amaldir. Bu amal shu vazifani ado qiladiganlarning ussizligini qondiradigan yoki o'quvchi har kuni shu amalga keladigan bo'lg'achqa shundoq atalgan. Kundalik tilovat vazifasi degan ma'nodagi hizb atalg'usimi gohida mushu ma'noda qo'llaniladi. Lekin hadisda ma'lum son belgilanmagan zikrlarni son belgilab vazifa, wird qilib olish yuqorqi masalaga o'xshashla qarashlar o'xshamagan masaladir. Buningdimi dalillar banda o'zining vaqti va sharoitiga qarab son va vaqt belgilab o'ziga vazifa qilib olsa joiz bo'lganligini ko'rsatadi. Albatta, bu ikki masaladagi o'xshamagan qarashlar ikki yo'nalishni shakllantirgan bo'lib, tasavvuf tariqatlari ko'pchilik olimlarning mazkur joiz degan qarashini tutib kelgan. Bu masalada yuqorqi ko'pchilik olimlarning joiz degan qarashi kuchlik. Shunga zikr qilishda farz va nafl namozlar, Qur'on tilovati, namozdan keyingi har turli ahvollarda oyat va hadislarda kelgan tahlil, tasbih, takbir qatorliq zikrlarni barcha ahvollarda eng afzal deyish bilan birga, xohlaganlar shariatda ma'lum son cheklamasi kelmagan zikrlarni boshqalarga mushu sanda zikr qilish sunnat yoki mushu eng afzal davolmasdan Allohning biror ism sifatlari bilan xohlagancha o'ziga vazifa qilib zikr qilsa bo'ladi. Ikkinchi qarashni tutganlar buni bid'at demay o'zi to'g'ri deb qaragan bo'yicha zikr qilsa bo'ladi. Alloh eng to'g'risini bilguvchidir. Fatvoda doktor Abdul Aziz rahmatulloh.